35 ming. Mashinani puli. Adamlarga olma. Otaxon yaxshi kunlarga minsa. Bir hoji odam mazza qilib haydab keldi. Sen haqiqiy o'g'il ishini qilding. Xalq ko'rsin deb ibrat uchun qilyapman. Yana riyo bo'lib qolmasa, adamlarga mashina sovg'a qilayotganimni chiroyli qilib, ta'sirli qilib videoga oling. Bu yog'ini boplab beraman. Adajon, mana shu mashina mendan sizga sovg'a. Endi mashinani Andijon Bo'stonda joylashgan Abdulboriyga uyib beraman. Ketdi hoji aka. Bitta somsa, shashli, montalarni mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Oling hoji aka. 10 soatda 50 minglik. Trendda. Seni poylab turuvdim. Mashinani pultini berib tur, shoxonada o'rtoqlarni kutib oldim. Yayo chiqib kela qoling. Seki qo'ysiz hozir bolalar kirib ketishi mumkin. Sendagi o'g'limni boriga shukr. U bizni erkakmiz, otamizning ko'nglini ko'tarish uchun yangi mashinaga adajonimga yozdirib olib kelib, qo'ni-qo'shni mahalla kuyi oldi. Mashina sovg'a qilamiz. Lekin ertasi kuni o'sha mashina o'zimizdan ortmaydi. U bizni o'zimizning nazlimizda hammasini ibrat uchun qo'yamiz. Riyo uchun emas. U bizni nima deyman o'rtoqlar? Video to'g'ri bo'lsa to'g'ri deb, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deb kommentariy yozinglar. Aytgancha, mashish qilgan akalar, mana bo'lmaylar. Haqiqatni olib chiqdim-da. Jab bo'lmaganda videoga bitta like bosib, negativ yozib ketinglar. U bizni